Bu kinoni ko'rib odamlarga bo'lgan ishonchingiz pasayadi va hayotga realroq qaray boshlaysiz. Qorong'ulik raqqosi. Filmda ko'z nurlari borgan sari so'nib borayotgan Selma ismli ayol ko'rsatiladi va u yolg'iz ona sifatida o'g'lini ham ko'zlari ko'r bo'lib qolmasligi uchun uni operatsiyasiga pul yig'adi. Hatto Selma rolini o'ynagan aktrisa Kann festivalida yilning eng yaxshi aktrisasi unvonini qo'lga kiritadi. Siz qanchalar yaxshi bo'lmang, hayot yomon odamlarni sizga qarshi qo'yaveradi va filmda siyosat bu adolat emasligini anglaysiz. Bundan tashqari, ona o'g'lini ko'zlari ko'rishi uchun o'zi zulmatda yashashga tayyorligini ko'rasiz. Va siz eng yaqin, eng ishongan odamlaringizga ham o'z sirlaringizni aytmaslik kerakligini o'rganasiz. Film so'ngida oppoqqina qalbingizni qon dog'lashi mumkin. Filmda judayam kutilmagan voqealar yuz beradi va iloji boricha spoiler qilmaslikka harakat qildim. Profilimdagi linkdan o'tib, mana shu kod orqali o'zbek tilida yuklab olsanglar bo'ladi.